qaranglar, bizada hisob ochildi. Ya'ni hisob ochilgandan keyin o'sha boshida yozilgan parollari bilan bizada hisob ochildi. Bu hisob parolni bu yoqdan o'zgartirsanglar bo'ladi. Yokida bir nomdagi hisobni tanlab turib, yangi hisob raqami ochsanglar bo'ladi. MT5 Real Prime tanlaymiz. Suzuvchi quvvatli dastur va belgilangan quvvatli dastur kredit yelkasiga ta'sir qiluvchi narsani bu yerda belgilanganda fiksirованный 1/500 bo'ladi. Suzuvchi quvvatli dasturda 1/2000 bo'ladi, lekin yengilliklarda kesib qo'yiladi bu plechо. Hop, parol qilamiz. Admin 700 sabachka e'tibor beringlar, parol qo'yayotganda katta harf bo'lishi kerak. Yozuv va son va belgilar bo'lishi kerak. Investitsiya paroliga xuddi shuni yozamiz, faqat 600 deb yozamiz. 600 deb yozamiz. Investitsiya paroli va asosiy parol. Xo'p, jo'natmoqchi bosamiz. Bizada yangi hisob ochildi. Ya'ni 5652 hisob raqami bizada ochildi.